Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Mana Xudo xolasa Samarqanddagi ishimizni oxirgi etapiga finishga yetib keldik. Inshaalloh Xudo xolasa tepadagi ishlarimiz ham tugadi. Pastda kolonnalarimizni tugatdik. Xudo xolasa hammasi joyida. Sizlar ham bir ko'rib baho berasizlar. Yo'qsa bitta like tirsillatib, agar podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qo'ying. Xudo xolasa foydali kontentlar chiqarib turamiz sizlar uchun. Sizlarga yoqadigan bittamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishni tinchimanglar. Rahmat. Benzin gaxsimiz, devorlarimiz. Xudo xolasa mana chiroyli bo'lib ketdi. Ha, akalar, Xudo xolasa. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha borib, inshaalloh chiroyli xizmat qilib beramiz. Ustagamiz oxirgi ishlarni qilyapti. Azizlar, bizni kuzatishdan davom etinglar. Xudo xolasa keyingi ishlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa inshaalloh hamma uchun foydali bo'ladigan bittamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.